Messining hech kim takrorlay olmaydigan dahshatli 5 ta rekordi. Birinchi rekord: eng ko'p oltin to'plar. Ushbu mukofot futboldagi eng nufuzli individual mukofot hisoblanadi. Leo naq 8 marotaba oltin to'pni qo'lga kiritgan. Buncha oltin to'p boshqa hech bir futbolchida yo'q. Ikkinchi rekord: tarixda bir mavsumning o'zida ham oltin to'p, ham FIFAning eng yaxshi o'yinchisi unvoni, Pichichi unvoni va oltin butsani qo'lga kiritgan yagona futbolchi. Uchinchi rekord: bitta jamoa uchun eng ko'p gollar. Messi Barselona uchun 672 ta gol kiritgan. U bu ko'rsatkich bilan afsonaviy Peleni ortda qoldirgan. To'rtinchi rekord: kalendar yilidagi gollar soni bo'yicha Ginnesning rekordlar kitobi rekordchisi. 2012-yilda Messi bir yilda 96 ta gol urib, tarixiy rekordni qayd etdi. Beshinchi rekord: bir klub uchun eng ko'p unvonlar. Barselona tarkibida fenomenal argentinalik 35 ta kubokni qo'lga kiritgan. Messining ushbu dahshatli rekordlari uchun uning muxlislaridan bitta laykni kutib qolamiz.